yerda namoz ham o'qilmaydi hattoki. Umar aka, Arafat maydonida oddiy turgan toshlarni ham odamlar qaysidir ma'noda ilohiylashtirayotganini ko'rdim. Instagramda videolarini ko'rib qoldim. Bu aslida to'g'rimi yoki-da bu toshlarda hech qanaqa bizning dinimizga yoki odatlarimizga ahamiyati yo'qmi, ta'siri yo'qmi? Endi o'zi Arafat deganda asosan odamlar Arafat tog'i deb o'ylaydi-da, yerda. Faqat shu tog'ni o'zi Arafat deb o'ylaydi-da. Arafat katta maydon o'zi, maydon, rahmat maydoni. Bu yerda u tog'ning nomi Rahmat tog'i deb qo'yadi. Jabalur Rahmat deydi arablar, Rahmat tog'i. U yerdagi harsang O'zbekistondagi harsang bilan deyarli bir xil. Alloh nazdida hech qanaqa farqi yo'q. Odamlar deydi ko'ramiz asosan borib toshlarni o'payotgani yoki hattoki toshlardan olayotgan odamlar ham borda, olib O'zbekistonga olib kelayotgan odamlar ham topiladi. Lekin umuman yerda toshlarda ilohiy hech narsa yo'q. Vallahi hech narsa yo'q va umraga borayotganlarning ichida Arafat maydoniga faqat muzey sifatida, ekskursiya sifatida boriladi xolos. U hech qanaqa uni amalining ichida ham yo'q. Odamlarga e'tibor bersangiz, eng tog' tepasiga chiqqanda yerda bir beton bor, katta, shu birga bir keladigan beton, balandligi bir 4 metrcha keladi. Shu betonni borib istilom qilayotgan, ya'ni o'payotgan yoki ushab yuziga surayotganini ko'ramiz. Bu beton oddiy beton. Bangladeshlik qora bolalar qurgan betonda u o'zi. O'zim yoshagan qora to'ridan keyin bolalar qurgan. Biz dars avval borganimizda yo'q edi u beton, pakanaroq beton bo'lardi. Bizdan keyin qurilgan beton, ya'ni u. Uni borib nafaqat u betonni va boshqa toshlarni ham istilom qilishlik, o'pishlik yoki ilohiylashtirishlik juda noto'g'ri ish. Noto'g'ri ish. Faqat boramiz, tafakkur o'raroq umraga borgan odamlar tafakkur o'raroq Arafat maydonini ko'ramiz, tushunamiz, duo qilamiz, qaytamiz.